hurmatli biznes partnyorlarimiz, sizlarga men bugun Faberlik kompaniyasi taklif qilayotgan 100 ball imtiyozlari haqida ma'lumot bermoqchiman. Meni ismim Samandarova Shahlo Shukurovna, men starshий direktor lavozimidaman. Demak, sizlarga bugun 100 ball imtiyozlarini aytib berar ekanman. O'zi Faberlik kompaniyasi mahsulotlarimizni mana shunaqa chiroyli kataloglar orqali taklif qiladi. Kataloglarimiz har 3 haftada yangilanadi. Siz kompaniyani 3 ta imkoniyatdan foydalangan paytingiz, aynan siz 100 ball qilayotganingizda kompaniyani ikkinchi imkoniyatidan foydalangan bo'lasiz va kompaniyada qo'shimcha daromad imkoniyati bu eng shirin, bu eng birdaniga sizga energiya beradigan va birdaniga kayfiyatingizni ko'taradigan imkoniyat deb hisoblayman. Nima uchun? Chunki siz mahsulotni taklif qilgan paytingiz mijozlarga, demak, katalog narxidan kompaniya sizga 20% yoki 26%, 70% chegirmalar bilan berishni boshlaydi, chunki siz kompaniyada VIP konsultant bo'lasiz. Demak, boshlaymiz. 100 ball. 100 ball bu demak, siz 3 haftani ichida katalog davomida 100 ball qilsangiz, siz birinchi ochratda nimaga ega bo'lasiz? Birinchi ochratda VIP staj kompaniyani elitniy partnyorlar qatoriga o'tasiz. Bu degani kompaniyada partnyorlarga beriladigan hamma imtiyozlardan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Xuddi samolyotda uchganimizda bizlarda ekonom klass bor va VIP klass bor. Ana o'sha demak VIP zonalarda o'tiradigan, demak samolyotda o'tiradigan mijozlarga berilayotgan imtiyozlar xuddi shunday sizga ham kompaniya tomonidan beriladi. Ikkinchi bizani demak VIP konsultantlar uchun beriladigan demak imtiyozimiz bu demak har katalogda masalan siz mana shu katalogda 9-katalogda 100 ball qildingiz va 10-katalogda siz 26% chegirmaga o'tasiz. Sizda eng qimmat narsaga katalogdan demak 70% chegirma beriladi. Masalan, Purtujur atirimiz da endi eng ko'zga ko'rinadigan taniqli brend hit prodaj bo'lgan mahsulotlarimizni misol qilib ko'rsataman. Bizda Purtujur atirimiz bor, demak duxisi bor va parfyum suvi bor. O'sha parfyum suvi turadi 348 ming katalog narxida. Duxilarimiz turadi, Purtujurda duxisi